Bugun O'sh shahrining joriy yildagi budjeti qabul qilinadi. Ayni damda shahar kengashidagi 45 deputatning 43 nafari 2017-yildagi budjetning daromadi va kamomad qismini muhokama qilishadi. O'sh meriyasi bu yilgi budjetning miqdori 834 million so'm deb taklif qilgan. Ko'rsatkich o'tgan yilgiga nisbatan 200 million so'mga kam. Shu sababli davlat budjetining hisobidan 200 million so'm qaralgan. Mablag'ning eng kam summasi O'sh shahar yo'llar boshqarmasi bilan kapital qurilish boshqarmasiga ajratish rejalashtirilgan. Bilim berish boshqarmasiga eng ko'p mablag' ajratilib 215 million so'mning hisobidan o'qituvchilarning maoshi bilan o'quvchilarning tushki taomiga sarflanadi. Loyiha bu vaqtgacha fevralda jamoat muhokamasiga qo'yilgan. Taklif qilingan summa bugungi shahar kengashining qarori bo'yicha o'zgarishi mumkin. Hozirgi vaqtda budjetni qabul qilish yakunlanib qoldi. Qirg'izistonda bu yil haj safariga boruvchilarni ro'yxatga olish bugun 6-martda tugaydi. Biroq hozirda qabul qilish muddatini 1-2 kunga uzaytirish masalasi muhokama qilinmoqda. Muftiyning o'rinbosari Akimjon Ergashev xabariga ko'ra, ayrim hududlarda ziyoratga borishni xohlaganlar bankka tegishli to'lovni to'kishga ulgurmay qolganini bildirishdi. Qoida bo'yicha ro'yxatga olish ishlari uchun nomzod davlat bankiga 500 so'm to'kish kerak. Bundan tashqari $2600 safar xarajatining $400 berish kerak. Ziyoratchilar elektron navbat bilan tanlanadi. Borolmaganlarga puli qaytarib beriladi. Ro'yxatga olish ishlari 6-fevraldan boshlanib, o'lkaning 32 joyida bo'lib o'tgan. Saudiya Arabistoni bergan kvota bilan bu yil Qirg'izistonga 4585 odam haj safariga boradi. Bu o'tgan yilgiga nisbatan 900 taga ko'p. Respublika testiga bitiruvchilarni ro'yxatga olish bugundan boshlandi. Qirg'izistonda 2017-yildan respublika testini o'tkazish bo'yicha tender yakunlandi. Natijada bu yil testdan o'tkazish huquqi avvalgiday bilimni baholash va o'qitish usullari markaziga topshirildi. Shuningdek, mazkur markaz 2019-yilgacha umumiy test jarayonini uyushtirish huquqiga ega bo'ldi. Fan va maorif ministrining o'rinbosari Saladin Qaldibayevning so'zlariga ko'ra, qabul qilingan narxlar bo'yicha asosiy test 320 so'mga baholandi. Shuningdek, fanlar bo'yicha testlar ham shu narx bo'yicha o'tkaziladi. Test jarayonini olib borishga hech qanday o'zgartirishlar kiritilmaydi. Faqatgina test o'tkazish xavfsizligini oldini olish maqsadida o'zgartirishlar bo'lishi mumkin. Eslatib o'tsak, har yili 50 mingga yaqin bitiruvchi respublika testida ishtirok etadi. 2002-yildan beri mazkur jarayonga ishtirok etgan bitiruvchilarning soni 600 mingdan ortgan. Mahalliy hukumatlarga bog'liq qonun loyihalari 21 kunlik parlament tingloviga chiqariladi. Jo'g'org'i Kengashning matbuot xizmati xabar qilishicha, 10-martdan 31-martgacha hududlarda parlament tinglovlari o'tadi. Deputat Kenjabek Bukoyev taklif qilgan o'zgartirishlar 16-fevralda Jo'g'org'i Kengashda birinchi o'qishda qabul qilingan. Unda qishloq hukumati rahbarligiga, merlikka nomzodlarning bilimi, faoliyatiga, davlat tilini bilish darajasiga bog'liq talablarni kuchaytirish masalasi qaralgan. Bundan tashqari, qishloq Kengashi deputatlarining ishlash muddatini 4 yildan 5 yilga uzaytirish, qishloq hukumati rahbari bo'lishga nomzodlardan davlatga 30 ming so'mgacha garov olish masalasi qaralgan. O'zgartirishlarga mahalliy hukumatlarga bog'liq 6 qonun loyihasi taklif qilinmoqda. Qirg'izistonlik 40 nafar haydovchi Qirg'iz-Xitoy chegarasidan qaytib kela boshlashdi. Ular bir necha kundan beri Xitoy davlatiga kirisha olmagan. Sababi Xitoydagi nazorat xizmati mashinalardan temir to'siqlar bilan qoplanishini talab qilishmoqda. Bunga Yuk-Trans og'ir yuk tashuvchilar jamoat birlashmasi norozilik bildirib, hukumat vaziyatni yo'lga solishga yordam bersin deyishmoqda. Transport ministrligi esa vaziyat bo'yicha Xitoy davlatining elchiligiga xabar qilinib, tez kunda bu masala hal bo'lishini bildirdi. Biz bu yoqqa Xitoyga kirgan voditellardan mazkur yuk tashuvchi mashinalar 27-fevral kuni Xitoyning Uluchat o'tkazish bekatiga yetib borishgan, lekin o'sha kundan beri 60 mashinani chegaradan o'tkazishmayapti. Haydovchilarning so'zlariga ko'ra, nazorat qilinuvchi mashina konteynerlarni temirdan bo'lsin deb talab qo'yishgan. Shu sabab yuk tashuvchi mashinalar ortga qaytishga majbur bo'lishmoqda. Bizde Kırgızistan halkına kaytarıp otar. Bize kimde kaygılamışsın.
Hozir 60 dan oshiq mashina haydayapti. Shu yerda firmaning mashinasi, shaxsiy mashinalar. 2011 yildan beri qirg'izistonlik og'ir yuk tashuvchi transport haydovchilari xalqaro talablarga ko'ra Xitoydan tent to'smalar bilan o'tib turishgan. Endilikda qo'shni davlat talablari o'zgarib, haydovchilar ilojsiz qolishmoqda. Bunga yuk og'ir yuk tashuvchi uyushma norozilik bildirishmoqda. Sababi transportlarga temir konteynerlarni sotib olishga mablag' kerak. Anani qo'ydirib olib kirgandan keyin anan bizde mana çatırı bilen tentonlarni kirgizib aytadi. Üstüne biz верхний погрузка, bokoy pogruzka deb qo'yadi. Kran bilan eshitiga yuktay olmay qolamiz. Значит, bizde mumkinchilik taqdirlar nolga tushadi. Janubiy hudud bo'yicha 1100 haydovchi Xitoyga qatnab daromad topadi. Bunday vaziyatdan keyin haydovchilar bir haftadan beri ishsiz qolishgan. Ularning ko'pchiligi transportlarni nasiyaga olgan ekan. Bu vaqtgacha haftada bir marotaba yuk olib kelib, nasiya va kundalik hayotiga yetganligini aytishadi. Kredit to'layim bu, 9 bolam bor, 9 bolamni bag'am bu. Qanday qilaman? Endi bu o'ta og'ir masala bo'lib o'tadi. Bu masalani transport ministrligi so'zsiz chechib berish kerak. Chechib bermasa, bu o'ta yomon katastrofaga olib boradi bu. Transport ministrligi masala bo'yicha Xitoydan rasmiy bildiruv kelgan emas deb javob berdi. Shu sabab tashqi ishlar ministri orqali qo'shni davlatning transport departamentiga xat yuborishgan. Ta'kidlab o'tsak, ikki tomon 1994-yildagi shartnomani imzolab, unda yuk tashuvchi mashinalarga to'siqlar bo'yicha talablar kirgizilmagan edi. Al yerda hashtag deb yozilmas. Kelishim 98-yilda qo'yilgan. Ana yilga ayolda tayyorlangan. Bir yil Xitoy tarafda, bir yil biz yoqda shu bo'layotgan rабочий yumush qolgan shunday to'sqinliklar demakga bu birinchi o'rinda bo'ladi. Yuk tashuvchilar esa masalani hal etish uzoq vaqt davom etsa, ish tashlashga chiqishlarini ta'kidlashadi. Sababi bu kabi muammo 2010-2011-yillarda ham ro'yxatga olinib, unda ham davlat tomonidan qonunchilik yordam berilmagan. Qo'shimcha qilib o'tsak, Qirg'iziston bo'yicha har yilda 22,000 mashina Xitoy davlatiga kirib chiqadi. Madina Ulug'bek qizi Nurjamol Barg'ibayeva, Azam Buzrikov, Intimaq. Sizlar girmaysizlar deb bizga keragi yo'q bundaydilar. 6 martdan 8 martgacha kutilayotgan yog'ingarchiliklar sababli tog'li hududlarda qor ko'chkisi kutilmoqda. Bu haqda Favqulodda holatlar ministrligining matbuot xizmati bildirdi. Aniqroq aytganda, Bishkek-O'sh avtoyo'lining To'g'ashu, Alabel dovonlarida, Chichqon-Qapchig'ayda, Ko'kbel dovonida, Mirzaka, Qaraqulja, Alayqu avtoyo'lining 65-110 chaqirimlarida qor ko'chkisi xavfi bor. Yuqorida aytilgan tog'li yo'llarda qor ko'chkisi saqlanib qolmoqda. Yo'llar muz va sirpanchiq bo'ladi. Mashinalar orasidagi 500 metrlik masofani saqlash zarur. Ob-havo ma'lumoti homiysi Today savdo markasi. Today kofesi haqiqiy go'zallik, yaxshilik va sihat salomatlik ramzidir. Shahardagi barcha savdo rastalaridan so'rang. Today kofesi haqiqiy go'zallik, yaxshilik va sihat salomatlik ramzidir. Shahardagi barcha savdo rastalaridan so'rang.